Akalar, Alp Motors juda ham katta yangilik qilib qo'yibdi. 4 tonna ko'taradigan motorlarni chiqaribdi va 3 tonna ko'taradigan yana bitta motorlarni chiqarib qo'yibdi. Akalar, hozir sizlarga bitta bir obzor qilib chiqaman. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni shunaqa foydali ma'lumotlarni chiqarib boryapmiz. Bu qizilimizga keladigan qizilimiz 3 tonna ko'taradi va bunimiz 4 tonna ko'taradi. Hozir bir to'liq ma'lumotlarini berib o'tamiz. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar meni YouTube kanalimdasizlar. Sizlar bilan Oyatullo o'z bo'lyapti. Sizlar bilan bir obzor qilib chiqamiz. Akalar, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz obzorni boshladik. Xo'p, bu motorlarimizni boshidan motorlarga kelamiz. Motorlar akalar, mashina motor hisoblanadi. Motorlarga bitta alohida to'xtalmasak bo'lmaydi akalar. Motorlari mashina motor bo'ladi. Mashina motorda nima farqi bor ekan? Ko'p mashina motor deysan degan akalarimiz uchun juda ham yaxshilab tushuntirib beraman. Akalar, mashina motor ularning motoriga qaraganda sal yaxshiroq bo'ladi. Nima sababdan? Korobkasini yog'ini alohida almashtirasizlar, motorda u yog'ini alohida almashtirasizlar akalar. Shunda farqi bo'ladi. Tortishlari ham juda ham yaxshi bo'ladi. Panejniy peredachasi bo'ladi akalar. Ikkala motorlarimizda ham bu qaranglar, qo'sh rama, qo'sh balon bilan qo'sh ramani o'zi yaxshigina xizmat qilib beradigan bo'ladi akalar. Pastda rushnoylari bo'ladi. Yangi akkumulyatorlarda turibdi akalar. Hali 10 kilometr ham yurmagan mana. Hamma ma'lumotlari shu yerda bo'lmaslar. Hozir bir chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib boraman. Endi oldi tarafga o'tamiz akalar. Oldi tarafida katta yumaloq farasi, ikkita pavorotniki, minish boshqarishi juda ham qulay akalar. Tablolar yangilangan, tabloda pultlari bor. Qaranglar akalar, xitoyliklar juda ham yaxshi qiladi. Xitoyda deyapsan, lekin Xitoyning narsasi yaxshimi degan akalarimiz uchun bitta yaxshi variant aytib o'taman. Xitoyliklar juda ham yaxshi narsa sotadi, o'rtacha narsa sotadi, eng past narsa sotadi akalar. Bu qanaqadan tayyorlangan degan obunachilarimiz uchun bu eng yaxshisidan tayyorlangan akalar. Juda ham yaxshi. Xo'p, motorini o'ziga 3 oyga, xohlasalar kilometrga hisoblab, kilometrga ham garantiya berilaveradi. Xo'p, motorlari 250 kubometrlik bo'ladi. Sidinalarini ko'rib turibsizlar. Charmdan ishlangan, juda ham yumshoq, maza qilib o'tirasizlar. Orqasida mana o'zlaring yonib ketsalar ham bo'laveradi. Antifrizli bo'ladi. Qishlarda bemalol minibuslar ham bo'laveradi. Muzlab qolmaydi. Tashqariga qo'yib ketgan holatlaringda ham endi qaranglar, buni yonida mana shu joyi bo'ladi. Buni ochib ko'rsatamiz. Bu nima degan akalarimiz bo'lsa, xo'p, savol-javob bo'ladi akalar. Buni ochilishlari qaranglar. Bonusga sizlarga domkrat beriladi, balon kulish beriladi, albatta qo'shimcha boltlari ham beriladi akalar. Birorta muammo chiqib qolsa bemalol o'zlaring to'g'rilab ketsalar ham bo'laveradi. Bu nima degan akalarimiz bo'lsa, bu mana shu joyga qo'yiladi. Kelsalar ham xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz mutlaqo tekin. Boshiga $100 zakat tashlab berasizlar. Mahsulot yetib borgandan keyin qolgan to'lovni qilsalaring bo'laveradi. Motorlarni aytib o'tdik, 250 kub bo'ladi. Minish boshqarishga juda ham qulay bo'ladi. Xo'p, mana tablolarni ko'rib turibsizlar. Bitta kaltga yuradi. Xohlasan ham bitta yurgizib ham ko'rsatib berishim mumkin akalar. Qaranglar. Mana yurdi. Hozir mana spinani ezib turib, bu qo'limda. Hop, bu qo'limda mana endi chiqmayapti, to'g'risi yurasizlar. Bitta qo'lda video olyapman, bitta qo'lda ko'rsatib bera olmayman. 4 tonnali. Endi buni bort razmerlariga keladigan bo'lsa akalar, bort razmerlari 220 ga 140 santimetrlik bo'ladi. Bemalol 4 tonna yukni ko'tarib yursalar bo'laveradi. Bu best samasval hisoblanadi. Kechagi obzorimizda samasvalliklarni ham ko'rsatib o'tgandik. Bemalol kanalimizga o'tib ko'raverasizlar. Bu 3 tonnali samasval edi. Zil sistemasida ishlardi. Endi buni ochilishlari qanaqa bo'ladi deganlar uchun bu yerdan ochiladi va bu yerdan ochiladi. Pastga tushadigandan bo'ladi akalar. Xo'p, endi buni rosa maqtading ukam, narxi qancha degan akalarimiz bo'lishi mumkin. Akalar, narxini eshitishga shoshilmay turinglar. Undan oldin bitta mahsulotimizni ko'rib olishlaring mumkin akalar. Skorlarni ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi bo'ladi. Panejniy peredachasi bo'ladi. Oyoqda mana qo'shimchasiga tormozi bo'ladi. Old tormoz hisoblanadi akalar. Faralari kech payti juda ham yaxshi yoritib beradi. Xohlasalar mana sizlar uchun kabinalarimizni olib kelib qo'yganmiz. Pol kabina bo'ladi. Xohlasalar tayyor pol kabinalarimiz, kabinaligimiz, bes kabinalarimiz olagan turlaringda bor. Xudo xolasa qo'sh rama, qo'sh balon hisoblanadi. Balonlar razmerlariga keladigan bo'lsa, 512 lik balon bo'ladi akalar. Taylarni qaranglar, juda ham baquvvat qilib ishlatilgan. Aytib o'tganimdek, boshida aytdim-ku, Xitoyda o'rtacha narsasi bo'ladi, eng yaxshi bas narsasi bo'ladi, eng zo'r narsasi bo'ladi. O'zbeklarimiz o'shdan foydalanish uchun oldin Xitoyda narsasini eng arzonini olib kelib, haligi ko'proq foyda qilib oladigan maqsadda shunaqa qilib qilishgan. Lekin bu Alp Motors tomonidan ishlab chiqarilayotgan motorlarni qolgan hamma narsalar yo'q, bo'lsa garantiya beramiz. Aytib o'tganimizdek, motoriga 3 oyga garantiya beramiz akalar. Xohlasalar
Kilometrga hisoblab, kilometrga ham garantiya beraveramiz. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2750. Albatta Oyatullo uz obunachilari uchun xudo xolasa telefon qilsalaring kamlarini ham qilib berishar. So'mga aytadigan akalarimiz bo'lsa 35.750.000 so'm bo'ladi akalar. So'mga 35.750.000 so'm, dollarga esa $2750 bo'ladi. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa ekranizda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Endi bunimizni obzor qilib chiqamiz. Bunisi 4 o'rnaydi, bunisi 3 o'rna bo'ladi. Hozir buni obzorini davom ettiramiz. Xo'p, bunimizni bort razmerlariga keladigan bo'lsak, akalar, bort razmerlari 220 ga 140 sm bo'ladi. Qaranglar, maza qilib bemalol yuklasalar ham bo'laveradi. Bu 3 tonna bemalol oladi akalar. Bunisini hisoblaysizlarmi? Bunisini hisoblaysizlarmi? Atiga 5-6 litr rasxod qiladi. Ikkalasining ham bayklari 23,5 litrdan bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Vodiy Motor kompaniyasiga kelsalaring, balon razmerlarini qaranglar. Xo'p, 12 ga 5 li akalar. 12 ga 5 li simli balon bo'ladi. Simli balon qanaqaligini juda ham yaxshi bilsalaring kerak. Vilkalarini ko'rib turibsizlar. Baquvvat amortizatorlari bemalol ishlayveradi. Radiatorlar suvda o'zi sovutadigan ham bo'ladi akalar, ko'rib turibsizlar. Bu ham qo'sh rama, qo'sh balon bo'ladi. Qo'sh balon, unimiz ham qo'sh balonni, bunimiz ham qo'sh balon akalar. Kech payt yurgani led chiroqlarigacha bor. Juda ham yaxshi komfort yaratib qo'yishgan. Xuddi o'shini bunaqasi borligidan akalar, qaranglar. Yozda ham tez kilometrga chiqsalar, 50-60 yuradi o'zi. Menimcha yurganlar 80-90 ham yuribdi akalar. Oldida mana faralari bor, ikkita stoplari bor, aytayotganingizdek, Inzone faralar ham qo'yib qo'yishgan. Motorlarga keladigan bo'lsa, motorlar akalar 250 kubli. Bu endi Alp Motors o'zini motori hisoblanadi akalar. Nari ko'rsatganimiz mashina motor edi. Bunga ham xudo xolasa 3 oygacha garantiya beramiz. Xolasining kilometrga hisob kilometrga ham beraveramiz akalar. Qo'sh rama hisoblanadi. Operatorlarimizga telefon qilsalar, xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarini berib o'tishadi. Buni ham rasxodlari akalar 5-6 litr hisoblanadi. Qaranglar, buni ham orqasida suyangichlari bor. Mana o'tirib kelsalar, panajniy peredachasi bor akalar. Skorlari juda ham oson. Bu antifrizda bo'ladi. Antifriz muzlamaydi. Menimcha hamma bilsa kerak. Tablolarni ko'rib turibsizlar. Tablolari ham juda ham yaxshi holatda bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Pultlari bo'lmaydi. Buni radio sistemalari bo'ladi. Mana radio sistemalari bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi Oyatullo uz obunachilari uchun $2400 deb belgilanyapti. Xudo xolasa operatorlarga chiqsalaring, albatta Oyatullo uzdan oldim deyishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Akalar, layklarni bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videomizni shu joyda tugatamiz. Manzilni ko'pchilik so'raydi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz akalar, biz Farg'ona shaharda joylashganmiz. Farg'ona shahar Hammabop choyxonasi, menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Hammabop choyxonasi. Bu tarafimiz Polvon Shashlikdan kelish bo'ladi akalar. Mana ataylar sizlar uchun. Bu tarafimiz akalar Polvon Shashlik tarafdan kelish bo'lsa, bu tarafimiz esa Yormozorning katta chorrahasidan kelish bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Elektrikalarimiz ham bor. Elektr so'raysizlarmi? 500 kilodan 1 tonna, 1,5 tonnagacha bor akalar. Xudo xolasa kelaverasizlar, chiroyli qilib berishadi. Do'konimiz shu. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Ertalab 9 dan soat 18:00 gacha. Xolasa chiroyli qilib beramiz akalar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Oyatullo Saydolik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha akalar.